Nimaman bu? Men senga necha marta aytganman kiyimlarimni kiyma deb. Hattoki sen uchun tegilmasin deb yozib ham qo'yganman. Nima qildi opa? Xo'p, nimaga meni narsalarimni kiyib Instagramga video joylaysan? Dugonalarim singlingni kiyimi senga yarashmabdi deb ustimdan kulishadi har doim, bilasanmi shuni? Yo'q, meni kuzatishar ekan dugonalaringiz. Odamlarga qo'yib bersangiz nimalar deyishmaydi. Shunga singiz xafa qilishingiz shartmi? Menga qara. Opa singillikning ham chegarasi bor, tushundingmi? Xo'p, nima ekan? Yo'q, tur. Nima bu? Meni kosmetikamga nimaga teginding? O'zimga tugab qopti. Shunga olib turgandim. Sen qiz gigiyena degan narsani bilasanmi o'zi? Bilaman, lekin bunga amal qilmayman. Chunki sen g'irt surbetsan. Biram minnatsiz, opa, yeb qo'yganim yo'q, oling shu pudringizni. Ma, o'sha. Birov ishlatgan narsadan foydalanmayman. Bo'ldi. Unda o'zim ishlataman. Pul sarflab o'tiraman pudraga. Bis.